Ha, fermer. Uyda qo'y boqasiz bizga o'xshab, lekin ukol qilishni bilmaysiz. Bu video aynan siz uchun, o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum qo'y ishqibozlari va qo'yga qiziquvchilar, fermerlar. Bugun sizlarga qo'ylarga ukol qilishni, ya'ni teri ostiga ukol qilishni eng oson va xavfsiz usulini o'rgataman. Qo'ylarni teri osti yoki teri usti parazitlardan tozalash kerak bo'ladi yoki bo'lmasam vitamin qilish kerak bo'lib qolsa, biz doim teri ostiga qilamiz. Shu teri ostiga inyeksiya qilishni sizga eng oson va xavfsiz usulini ko'rsataman. Operator yaqinroqqa keling. Qo'yni teri ostiga ukol qilish uchun imенно shu joyiga qilingani maqsadga muvofiq, sababi qo'yni harakatchan joyi shu yer. Shu yerda tezroq ukollarimiz tarqaydi. Terisi tortiladi. Teri tortilgandan keyin inyeksiya qilinadigan joyga mana shunday qilib sayiladi. Shu yer sayilgandan keyin inyeksiyani sekin yuborib turib, shpris shu holatda sug'uramiz. Sug'urib, albatta o'rni massaj qilinishi shart. Bunga o'xshagan qiziq ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizning kanaldan uzoqlashmang. Albatta qo'yga qiziqadigan do'stlaringizga bu videoni yuborib qo'ying.